Türkiye'nin harbiy kuchi. Hammamiz Türkiye'nin harbiy kuchini yuzaki bilamiz. Ammo 2017-yildagi sonliq ma'lumotlardan to'liq xabarimiz yo'q. Bu videodagi butun ma'lumotlar tekshirib aniqlangandan keyin huzuringizga sunildi. Hammamizga ma'lumki, Turkiya oxirgi vaqtlarda qurol yarog, urush aeroplanlari va urush paraxodlarini o'zi yasashga boshladi. Albatta, Turkiya bu sohada Germaniyaga o'xshash taraqqiy qila olmadi. Ammo hamon bir kuni Germaniyadan eshib tushdi. Türk armiyasi asosli 3 xil armiyadan tashkillandi. Quruqlik armiyasi, havo armiyasi, dengiz armiyasi. Türkiye 1952-yildan boshlab Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lgan. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar ichida Türkiye harbiy jihatdan Amerikadan qolsa eng kuchli davlatdir. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lganlikning foydasi Türk armiyasi Amerikaning yadro qurollarini ishlata oladi. Bu atom markazi Türkiye'nin İncirlik degan yerida Amerika askarlari tarafidan qo'dildi. Hozir Türk armiyasining 2 yilligiga taxminan 20 milliard dollar mablag' selindi. Endi bevosita raqamlarga qarab chiqaylik. 2016-yildagi hisoblarga qaraganda, hozir Turkiyada urushga tayyor askarning soni 410 ming atrofida. Lekin 1941-yili Turkiyada urushga tayyor 1.300.000 askar bor edi. 2016-yili zapas askar soni 200 mingga yetdi. Quruqlik armiya kuchi. Turkiyada taxminan 3800 tanka, 7600 bironoviklik avtomobil, 700 tartma top, 810 ko'p xillik raketa atquchi bor. Havo armiya kuchi. Havo urush qurollarining o'rtacha xizmatchi xodimi 60 ming. O'rtacha havo quroli 1000 bo'lib, 210 raketasimon aeroplani, 450 yuk aeroplani, 280 mashq aeroplani, 450 tik uçar aeroplan, 70 hujumchi tik uçar aeroplani bor. Dengiz urush qismida taxminan 53 ming xizmatchi xodimi jo'shqin holatda turmoqda. Umumiy paraxod kuchi 200, qo'g'irg'ich paraxod 20, harbiy paraxod 10, sahil kuzatchi paraxod 30, mina qo'yg'ich paraxod 20. Jandarma qismida 203 ming aktiv xizmatchi xodimi bor. Dengiz bexatarligida taxminan 5600 xizmatchi xodim tayyor holatda. Turkiyadagi alohida atrat qismining aniq soni bu adresda bildirilgan bo'lib, ular davlatning alohida qismi hisoblanadi. Faqat alohida qism bular emas, balki dengiz qo'mondonlari bor. Buningda SAT suasti hujumchi va SAS suasti mudofaa alohida qismi bor. Agar Turkiyada urush bo'lib qolsa, askarlarga qo'shiladigan kishilarning soni 35 million. Bir yilda askarlik yashiga yetadiganlarning soni 1.400.000.